Hammaga salom bola. Sizlar bilan men Veko Gaming do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan birgalikda Minecraft'dagi Trickle Challenge'ning 3-qismi, ya'ni finalidan o'tamiz. Qani bo'lmasam let's go. Boshladik obunachilar. Akalar, mana endi bizda odatdagidek 3 ta bosqich emas, 4 ta bosqich va qoidalar ham birozgina o'zgargan. Xo'sh, mana bizda olmalar bor. Ko'rganinglardek. Juda ham kuchli bo'lamiz endi. Mablarning yig'ilamiz. Endi ishlatadigan narsalarimizni hammasi tepada turadi. Va chiqamiz bo'lmasa 4 ta bosqichga borib, mayli, boshladik. Birinchi bosqich. Agarda sizlarga shu playlistimiz, agarda playlistimga o'tsanglar, u yerda iltimos mening playlistimga o'tinglar, kanalimdagi u yerda har xil videolarimning playlistlarini topishinglar mumkin. Bakni qarab tushib ketishimga solib qo'ydi. Birinchida somon. Bilasizlar, somon bilan tirik qolsa bo'ladi. Oltin olma yeb olaylik. Akalar, sizlarga eslatma. Bitta joydan 3 marta o'lish mumkin. Bitta joyda 3 marta o'lish mumkin, faqat 3 marta o'lsa challenge'da yutqizgan hisoblanaman. Bu yoqqa e'tibor beringlar. Bu ikkinchi qismdagi joylar. Bilmasam chetlarda qurib qo'yibman. Kanal bo'lmasa menga omad tilaylar obunachi. Zato uddaladim. Lekin zato uddaladim akalar. Zato uddaladim. Tepadan pastgacha somon bilan tirik qolib bo'lmadi, lekin somonni qo'ydim va bu qoidalarga zid emas. O'zim ham, lekin men qoidalarga ko'ra yutdim. Albatta, qoidalarga ko'ra yutdim men akalar, chunki men somonni qo'ydim, lekin o'lishimni bilmabman. Shuning uchun keyingi bosqichga o'ta olamiz. Shuning uchun ham oltin olma qo'ydim. Ikkinchi bosqich. Akalar, endi erinchoqlik qilibman ozgina bu videoni tayyorlashda, chunki nechta blokligini sanamabman. Ya'ni yozmabman. Lekin birinchisini sanadim, 45 blok bo'ldi birinchisi. 45 blokda somon bilan tirik qolib bo'lmas ekan. Akalar, bu water dropga divan dropni ham qo'shmoqchi edim. Kravat drop. O pauchina drop, ya'ni o'rgimchak turi va iltimos menga 5 kitlar bo'ldi, 5 5. Vay, blin, qo'ya olmay qoldim. Bitta o'ldim, yana 2 marta o'lishim mumkin. Ana bu olmani beringlar. Hozir ko'radi endi. Dropni dadasini qilaman endi akalar. Akalar, anchadan beri kanalimizda video chiqmayotgandi. 5 kundan beri video chiqmayapti. Akalar, sizlarga rahmat, bizga 1000 ta obunachi. Bo'ldi obunachilar, hammanglarga katta rahmat. Bu bizlar uchun juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Endigi maqsadimiz bo'ldi 2000 ta obunachiga erishish. Shuning uchun 2000 ta obunachi bo'lishimiz uchun iltimos akalar, kanalga obuna bo'lib bizani podpishka qilib turinglar. Bunaqangi videolar faqat bizda bor. Lekin men to'g'ri qo'ydim-ku. Lekin. To'g'ri qo'ydim-ku axir. Men unga yo'q akalar, men bunda o'tdim. Minecraftdan bug bo'lyapti nimagadir. Cho'ta Minecraftimiz buzilishi boshlanyapti bu safar. Bo'lmasa. Chiqdik. Oltin olmalarni olishim esda chiqdi. Vayloy. Mayli, buni ustida o'lsam yoki obsidian lesida o'lsam keyin optikaman. Lekin o'lmasam yaxshi. Chunki bog'larim yo'qolib ketadi. Har bitta dropda 3 ta imkoniyat bo'ladi. Slime akalar. Slime'da play. Anchadan beri Minecraft o'ynamayapman-da. Slime'ni menga beringlar. Ko'rsatib qo'yaman bularga. Slime'ni qanaqa akalar, men bu plyuschi, o'rtada plyuschi qilib qo'yganim uchun qilolmayapman-da. O'rtada plyuschi qilib qo'yganim uchun sizlarga ham plyuschi qilishni o'rgataman Minecraftda. Shungacha oltin olma yeb olamiz. Chiqinchamiz.
Buni isrof qilsak nima bo'pti? Baribir Minecraft-ku. Dunyoda isrof qilmayapmiz-ku. Xo'sh, akalar mana tushuntiraman qanaqa plyuscha qilish mumkinligini. Sozlamalarga kiramiz va mana buni bosamiz va mana split controls degan joyda mana yoqib o'chiryapman-ku, mana yoqib o'chirayotganim. O'chirsam mana bunaqa doira chiqyapti. Sizlar ham mana shunaqangi plyus qilsanglar bo'ladi. 2 marta o'ldim уже. Asab buzilyapti. Video zapiska olinayotgani uchun bug bo'lyapti. Jahlim chiqib ketyapti buni qo'ya olmasdan. Asab buzilyapti. Tirik qolishim uchun asabni ham buzar ekanda. Akalar sizlar ham mana shunaqangi Minecraftda mana shunaqa tirik qolishim sizlardan videoni ko'p uyilib qilsanglar ham bo'ladi. Narvonga ilinib qoldim. Tushib ketmoqchi edim salqosi. Yaxshiyam oxirigacha tushmadim. Blin, bu video 15 minut bo'lib ketadi shekilli. Tezroq chiqish yo'li yo'q-da. Endi nima qo'yilmayapti? Video zapiska olinayotgani uchun mana o'tdim men. Asab buzilyapti shuda. Birinchi xatyabi ikkinchi qismi ham bunaqangi qiymat edi xatyabi. Men boshim buzildi. Bo'ldi, men o'tmasam ham o'tdim bulardan. Bo'ldi. Menga farqi yo'q. Ish qilib o'tdim men. Nima bo'lsa ham bo'ldi, lekin o'tdim. Minecraftda bagi bu. Oltolmay bo'laylik. Ye. Personajimiz juda ham sekin yeydi. Akalar skinimga nechi bal skinimga yozinglar. Tepaga chiqmayapti bu. Akalar bu 100 blokdan ko'p bu obsidianli. Eng oxirgi bosqich bu 4-bosqich. Tepaga chiqdi va tepada suv. Suvda men vashsha oson qilaman. Water bouquet ya'ni bu. Men pis chiqaman. Water drop holatlarim mahoratlarim уже ketib qopti akalar. Sizgina shunday zo'r qobiliyatimdan ayrilibman akalar. Shunday zo'r qobiliyatimni isrof qilman. Shunday bermanga o'ynamay xato qilibman. Mayli, taqdir hazili. Akalar, mayli xafa bo'lmaymiz endi. Akalar, sizlarga maslahat, Arti Pubugim degan odam agarda Arti Pubugim bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos like bosib kanalga obuna bo'lib qo'ying. Bolalar, Arti Pubugim kanaliga obuna bo'lib qo'ydi, shunchaki uni kanalini reklama qilyapman. Buning uchun sizlardan agarda unga obuna bo'lsangizlar, men ham u ham sizlardan juda katta nima deydi? Anani qo'ygan bo'lar. Esimda yo'q. Qanday aytilish. Endi plyuscha qilamiz. Juda asab buzilyapti endi. O'ta turib qilamanmi, yo'qmi, menga farqi yo'q, lekin men bu channelda baribir o'taman, chunki men asab buzilyapti. Ko'rdinglarmi do'stlar? Oxirgisini uddaladim. Rekorddagisini ya'ni akalar. Rekorddagisini o'tdim. Shu bilan videomizni o'zimizga yetadi vallahi. Mana quyosh botayotgani ham juda ham chiroyli bo'lyapti. Ortimga e'tibor bermanglar. Bu yoqda ikkinchi qismdagi, bu yoqda birinchi qismdagi. Hammaga xayr vallahi. Keyingi videolarda ko'rishguncha vallahi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar.
va bizani Veko Gaming oilamizni ham 2000 ta obunachiga ko'tarib beraylik, iltimos bo'lib. Hammaga